Pachatkani hozir xuddi bizada ofisda turgandek og'irligi yeri ito bu hozir hali xom. Bu kamida yana 1 oy turish kerak. Pachatka ham, poyasi ham inshaalloh biza kutgan natija bo'yicha berdi. Azim aka mana o'zlari aytishlari bo'yicha bu yoqda ham eksperiment bir makkajo'xori ekkandilar-da. Buni poyasi bilan nima deysiz? Hozir bu baribir hosili yuqori. Buni hosili yuqori. Двойной. Endi mana aytayman, yana bitta guvohlik mana sizlarga. Poya haqiqatan shirin, poya shirin. Tarkibida kraxmali bor, oqsili bor, o'sha biza tavsiya qilgandek. Pachatkani hali mana bu agar suv bersa, suv to'lsa, bu pachatka yana ham og'ir bo'ladi. No, biza sizlarga reklama qilib tavsiya qilganimiz bo'yicha pachatkasi yirik. Bugun 5-iyul. O'sha drakon mana bu yerda o'rib hozir o'rniga boshqa ekdilar. Iltimosga binoan qoldirdik 2 ta arig'i. Hozir mana tarozi olib keldik-da, bitta poyani o'lchaymiz. 50 santimetrga ekkanlar, 50 pushta 50 ga ekkanlar. Donlarni mana yirikligi, xudo xolasa ko'rasizlar. Bittasini shundoq tegi bilan qilib bergan, olib bergan. To'g'ri, mana shuni farqi yo'q. Ha. Bu o'sha drakon. Bo'ylari, poyasi. Mana endi hozir pachatkasini qayryapmiz. Bu turaversin. Xuddi bu bonus sifatida bo'ladi-da. Qolganini endi sekin anaqaga taroziga qo'yamiz. Poyasi bilan pachatkani taroziga o'lchab qo'yamiz. Xo'p. Tarozi yoqamiz. Taroz 0. 1 kilo anaqasi bilan poyasini o'zi. Endi 1 kilo bo'ldimi? $480 gram. Где-то 1 kilo 480 gram chiqadi. 50 na 50 agar ikinci pachatkani olsang, hali u 50 na 50 bo'ladi. 50% don, 50% shundan poya. Buni o'zi poyasini ham mazasini ko'raman dedim. Shakari bormi yo'qmi deb. Yeb ko'r. Esdan chiqdi. Shirasi bor ekan. Poyada shirasi bor. Shuning uchun mol maza qilyapti-da. Atrot yo'q. Atrot yo'q. Haqiqatdan mana poyasida drakonda shakari zo'r. Shakari ta'mi rosa zo'r. Buni ertaga yana bitta videoyimiz bor, katta dalada uni ham ko'rsatamiz. Xullas ko'rdinglar, 480 poyasi bilan hammasi bilan qo'shib 1 kilo 800. 1 kilo 400, 1 kilo 500. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Endi buni ko'chat soniga 70 ming ko'chat soniga hisoblaganda ham inshaalloh bular biza aytgandek bizaga 110 tonna. Lekin biza o'sha holatda 70 tonna, 68, 70, 80 tonnagacha beradi. Bemalol ayta olamiz drakon. Rahmat.